Bugun biz nafaqat bir ta'lim muassasasi, balki kelajak ijodkorlari, erkin fikrlovchi yoshlar va ma'naviy yetuk shaxslar kamol topadigan maskan haqida so'z yuritamiz. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi bu orzularga qanot, iste'dodga yo'l va bilimga cheksiz imkoniyatlar eshigidir. Maktabimiz 2019-yil 26-dekabr kuni shaxsan prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich tomonidan ochilgan. Bu yerda ona tili, adabiyot, ingliz tili, nemis tili, koreys tili, nutq madaniyati, matanshunoslik va tarix kabi ijtimoiy gumanitar fanlar chuqurlashtirilib o'tiladi. Chunki til millat ruhi, adabiyot qalb tarbiyachisi, tarix esa o'zlikni anglashdir. Chet tillari yoshlarga dunyo eshiklarini ochadi. Bizda har yili 7-sinfga 40 nafar o'quvchi imtihon asosida qabul qilinib, 11-sinfgacha o'qitiladi. Imtihonlar 3 bosqichdan iborat bo'lib, har biri turli qobiliyatlarni sinovdan o'tkazishga qaratilgan. Ijodiy yozma ish, fikr chuqurligi va tafakkur kengligini ochib beradi. Og'zaki suhbat va savol-javob nutq madaniyati va mustaqil fikrlashni namoyon qiladi. Test sinovi bilim mustahkamligi va mantiqiy fikrlashni baholaydi. Maktabimizda dars mashg'ulotlaridan so'ng turli fan to'garaklari bilan birga media, drama, mujda, raqamli san'at, sport, musiqa va raqs kabi qiziqarli ijodiy to'garaklar ham faoliyat yuritadi. Bundan tashqari 180 o'rinli yotoqxona va bepul ovqatlanish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabida o'quvchi shunchaki dars o'rganmaydi. U fikrlaydi, izlanadi, ijod qiladi, o'z ovozini topadi. Bu maktab kelajak yetakchilari shakllanadigan ilhom maydoni. Aziz yoshlar, agar qalbingizda so'zga muhabbat, bilimga chanqoqlik va orzuga ishonch bo'lsa, bu maktab aynan siz uchun. Keling, iste'dodlarni kashf etaylik, bilimni qadrlaylik va yangi O'zbekiston kelajagini birgalikda barpo qilaylik.